Mahmudxo'ja Behbudiy, dramaturg, noshir, pedagog, qozi, muftiy, din va jamoat arbobi. Jadidchilik milliy ma'rifatparvarlik harakati tarafdori. Behbudiy kutubxonasi hamda nashriyoti Behbudiy faoliyatida bo'lgan. Samarqand gazetasi va Oyna jurnali asoschisi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil 20-yanvarda Samarqand shahrining Yomini mahallasida Imom Xatib Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li xonadonida tug'ildi. Otasi Ahmad Yassaviy avlodidan, otasining buvasi Niyozxo'janing asl kelib chiqishi urgachlik bo'lib Samarqandga 18-asr oxiri Amir Shohmurod hukmronlik davrida ko'chib kelgan. 1868-yilda rus askarlari Samarqandga bostirib kirgandan keyin otasi Behbudxo'ja oilasini olib Baxshtepa qishlog'iga ko'chib o'tgan va shu qishloqda imomlik qilgan. Behbudiyning onasi esa muftiy Odil Mansur o'g'lining singlisi bo'lgan. Behbudiy dastlab otasidan Qur'on ilmini o'rgangan. Keyinchalik 6-7 yoshlarida tog'asi Muhammad Siddiq qo'lda o'qib savod chiqargan. 15 yoshida boshqa bir tog'asi Mulla Odil bilan mudarrislik qilgan madrasada o'qitib ta'lim bergan. Behbudiy oilasi ma'rifatparvarlar va ziyolilar bo'lgan. 2 singlisi ham o'qib tahsil olgan. Qur'onni yaxshi bilgan. Katta singlisi Huriniso Qori begim unvoniga ega bo'lgan. 1893-yilda onasi, 1894-yilda otasi vafot etgan. Behbudiy 18 yoshida Chashmai Bolostida qozi vazifasida ishlagan tog'asi Muhammad Siddiq qo'l ostida mirzalik qilgan. Tog'asi oldida 2 yil ishlagach, mirzalik faoliyatini Qobul Bolosti qozisi Mulla Zabayr Yaxshiboy o'g'li qo'lida davom ettiradi. Chunki bu paytda tog'asi qozilikdan bo'shatilgan. Mirza va qozilik bilan shug'ullangandan so'ng Jomboyda muftiylik darajasiga ko'tarilgan. Behbudiy Kabut bo'lisida 10 desyatina yerga egalik qilgan. O'ziga to'q badavlat kishidir. Behbudiy 1899-yil 1900-yillarda buxorolik do'sti Hoji Boho bilan birga Rossiya, Armaniston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan. Safar jarayonida sayohatning har qanday turi poyezd, kema, otda, piyoda yurib dunyo kezgan. Sayohat davomida yangi maktab ochish fikri mustahkamlanib bordi. 1914-yili 2-marta haj safariga chiqib, Shom, Quddus, Odessa, Istanbul va boshqa shaharlarda kezgan. O'z sayohati davrida xotiralarini Samarqandda nashr etilgan Oyna jurnali tahririyatiga yuborib turgan. 1903-yil 1904-yillarda Moskva, Peterburg, Orenburg, Qozon, Qrimda bo'lgan. Ma'rif sohasida Rossiya va tatar arboblari tajribasini o'rgangan. Mahmudxo'ja Behbudiy Ismoil Gaspirskiy bilan birinchi marta 1897-yilda Gaspirskiyning Turkistonga sayohat vaqtida Samarqandda tanishgan. Ismoil Gaspirskiy bilan uchrashuv keyin hayotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ismoil bey va Behbudiyning ikkinchi uchrashuvi 1914-yilning yoziga yuz bergan. Alloma Marg'ilonlik bir kishi bilan Istanbulning Gulxani bog'ida yurganda tasodifan Ismoil Gaspirskiyni ko'rgan va o'xshatgan bo'lsam kerak degan o'y bilan salom berib o'tib ketgan. Orqasida javob ovozi kelgach, ikki do'st yaqindan ko'rishib, Gaspirskiyning taklifi bilan Shahrpocho mehmonxonasida yuz bergan suhbat 7 soat davom etgan. Gaspirskiy suhbat yakunida Behbudiyni Qrimga taklif etadi. Oradan ko'p o'tmay Ismoil bey vafot etgach, Istanbulda uchrashuv ularning eng so'nggi qarshilashishi bo'ladi.